Assalomu alaykum, qadri baland, qadrlilarim, salomatmisizlar? Bugungi sizlar intizor bo'lib kutayotgan bizni navbatdagi Nilufar Guli loyihamizda yana bir psixologimiz 15 yillik tajribaga ega Nasibaxon Xo'jayevani taklif qilganmiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz Nasibaxon. Nasibaxon, avvalo o'zingizni tanishtirsangiz tomoshabinlarimizga. Assalomu alaykum. Kurstoga taklif qilganingizdan juda ham xursand bo'ldim. Deyarli barcha sonlarni kuzatib boraman va bu kursning an'analari, qadriyatlari menga juda boshqacha ta'sir qildi va qanaqadir orzu qilgandim va sizlardan taklif kelgandan keyin juda ham xursand bo'lib. Rahmat. Rahmat taklif qilganlaringiz uchun. Meni ismim Nasiba Xo'jayeva, psixologman. 2009-yildan boshlab psixologiya ilmiga qiziqib, shu sohani o'rganib, ayollarga shu sohada o'z bilimlarini bo'lishib, ularning hayotlarini ozgina bo'lsa ham yaxshilanishiga sababchi bo'lib, kasbim sababli sababchi bo'lib kelyapman. Juda ham yaxshi. Qayerlarni bitirgansiz sohangiz bo'yicha? Oliy ma'lumotli psixologman. 4 yil bakalavrni aynan amaliy psixologiya yo'nalishini tamomlaganman. Magistraturada 2 yil amaliy psixologiyani o'qiganim uchun menga pedagogika psixologiya qiziq bo'lgan. Shuning uchun magistraturani pedagogika psixologiya yo'nalishida tamomlaganman. Nasibaxon, nima uchun siz aynan psixologiyani tanladingiz? Odamlarni hayot tarzi majbur qildimi yoki o'zingizni boshingizdan qiyinchiliklar ko'p, ruhiyatingizda ko'p qiyinchiliklar bo'ldimi? Chunki bu soha baribir qiyin-da, odamlar dardini eshitib, unga malham bo'lguningizcha o'zingiz haftalab shu narsa boshqa odamni jarohati qalbingizni egallab turadi. Boshqa odam muammosi bilan yashaysiz-da. Nima majbur qildi shu sohani tanlashingizga? To'g'ri, Nilufar opa, shu bosqichdan o'tganman, siz aytayotgan bosqichdan. Chunki psixologiya meni hayotimga juda tez yordam bergan. Men 3 ta qiz farzand oilada ulg'ayganman va yetarlicha onadan mehr ola olmaganimni his qilganman. Men odatda buvim ulg'aytirganlar, yosh kattalarni qo'lida ulg'ayishimga to'g'ri kelganda va menda travmalarim bor. Nima uchun? Sir bo'lmasa, nima uchun onangizdan mehr ola olmagansiz yetarlicha? Qanaqa tushuntirsam ekan hozir? Bilasizmi? Ona har doim ham misol uchun qabul qila olmaydi-da o'sha qiz farzand bo'lishini va bu narsani berkitish uchun bolalariga misol uchun siyosatli tarbiyani berishni boshlaydi, ulardan ko'p narsa kutadi qiz farzandlardan. Menda Shunda nechinchi qiz bo'lgansiz? Men o'rtanchi qizman. O'rtanchi qiz ham bu narsani sezadimi? Hali 3-chi qiz emas ekansiz u. Ayniqsa o'rtanchi farzandga qiyin bo'ladi. Chunki ota-ona birinchi farzandni boshqacha kutib oladi. Ikkinchisini boshlanadi bizada, ikkinchisi o'g'il bo'lishini istash boshlanadi va darhol singlim dunyoga keladi. Kichkina bola bilan band bo'lib qolishadi-da, menga kelganda biroz vaqt yetmay qoladi. O'shanga buvimga berishgan meni ulg'aytirish uchun. 100% emas, lekin baribir kunimning asosiy qismini buvimlarnikida o'tkazganman. Kollejga o'qishga kirganimda bizga birinchi marta psixologiyadan ustoz kirib o'sha testni o'tib xarakterni ochib berganda men aytganman, psixologiya meniki. Ungacha geografiyadan ustoz bo'laman deb kurslarga borib tayyorlanib yurgandim. Birta o'sha o'tkazilgan test va o'zimni anglaganimdan so'ng, o'zini anglash nima ekanligini ko'rganimdan keyin tamom, men topdim qalb kasbimni, men psixolog bo'laman deb qaror qilganman. Mijozlarning og'rig'iga keladigan bo'lsak, men har bitta inson bilan o'zim ekanligimni his qilib ishlamasa, u mutaxassis yaxshi mutaxassis bo'ladi deb o'ylamayman. Chunki qachonki men misol uchun siz bilan konsultatsiya o'tayotgan vaqtimda sizni o'zimda his qilsam, ana o'shanda men sizni natijaga olib chiqa olaman. Har bitta og'rig'ingizni, har bitta siz istayotgan xohishingizni men his qila olsam, sizni natijaga olib chiqa olaman. Agar men ikkinchi tomonda sizga minus devor bo'lib, sizni his qilmasdan tursam, siz og'riqlaringiz, yuklaringiz menga o'tishi mumkin. Lekin men o'zi siz bilan birta bo'lsam, sizni his qilsam, sizni dardingizni men his qilib tursam, og'riqlaringizni, bu sohadan men faqatgina mazza qilib ishlayman. Nasibaxon, keling endi bevosita kasbingizga kirib bo'ldik-da. Aynan sizga asosan ayollarning ko'p qismi, ko'pchilik foizi murojaat qiladigan mavzu nima? Nimadan ko'proq ayollarimiz siqilishmoqda hozirgi zamonda? Ayollarni eng og'riq nuqtasi bor, mendan xafa bo'lishsa ham aytaman.
ayollar faqat boshqalarni o'zgartirish haqida savol berishadi. Qanaqa qilsam erim o'zgaradi, erim ko'proq pul topadi, pul beradi, qaynonam bilan yaxshi bo'lamiz, bolam yaxshi bo'ladi. U bizani o'zbek ayollar o'zini o'ylamaydi. Juda kamdan kam men o'zgarishim kerak degan ayol kam, men rivojlanishim kerak, meni karyeram degan ayollar foizga olganda juda kam. Bizani fidoyi ayollar bolam o'zgarsin, erim o'zgarsin, qaynonam yaxshi bo'lsin, oilam yaxshi bo'lsin. Fokus boshqa tomonga qaratilinadi-da. Ularga nima yordam bera olyapsiz va siz konsultatsiyangizga kelgandan keyin suhbatlashib o'tirasiz. Yani necha marta kelishadi yoki bir marta kelgani bilan baribir malham bo'la olmaysiz-ku ularga? Qanaqa tarzda umuman sizni ish jarayoningiz qiziqda menga? Men onlayn asosan konsultatsiyalarni onlayn, offlayn tarzda ham ofisimizda ish faoliyatini olib boramiz. Men oy osti bo'yicha mutaxassis ekanligimni sizlarga hali aytishga ulgurmadim. Men oy osti bo'yicha mutaxassisman. Meni konsultatsiyalarimga unaqa 10 yoki 5 unaqa ko'p cho'zilmaydi, chunki keling men o'zimni bolaligimdan sizga misol keltiraman. Menda tan olinmaganlik ehtiyoji ochiq edi, chunki o'g'il kutilgan farzand va oilada bizda og'riqli nuqta uyimizda o'g'il bo'lmaganligi. Bu men o'z-o'zidan menda tan olinish yo'q edi-da. Men maktabda ham lider, oliy ta'limda ham, magistraturada ham faqat menda liderlik juda baland. Har doim o'z ustimda ishlash, to'xtamaslik, nimanidir kimgadir ko'rsatib qo'yish, isbotlab berish juda baland. Endi qanaqa bo'lgan? Institutda o'qiganimda hamma narsaga 5 ga javob beryapman-da, keyin men ustoz chaqirgan oldiga Nasiba 2 qo'yib bergan. Sababsiz 2 qo'yapti. Hammasini yaxshi tuzatib bajarganman, lekin 2 qo'yib beryapti. Keyin ko'zlariga yig'lamsirab qarayapman. Nimaga menga 2 qo'yib berdingiz degan deydi. Keyin aytayapti, sen to'g'ri tutyapsan. Qara sinfda hech kim sen bilan do'st emas, hamma seni yoqtirmaydi. Bunga sabab ana shu seni hamma vazifani bajarib kelayotganing, hammadan yaxshi bo'lishga harakat qilayotganing. Qani senda dugonang bormi yetarlicha? Yo'q, menda dugona kam. Buni sababi ana shu tan olinmaganlik ehtiyoji. Bor e'tiboringizni isbotlashga sarflagansiz, to'g'rimi? Shunaqa. Endi qarang-da. Siz gapiryapsiz, men o'ylayapman. Agar tan olinganingizda keragicha e'tibor olganingizda siz shunaqangi yaxshi o'qib, harakatlar qilib, o'zingizga shunchalik ishlagan bo'larmidingiz? Sizga balkim foyda bo'lgandir deb o'yladim hozir. Ko'pincha biz mana shu blokni hal qilganimizda, ya'ni menda tan olinmagan ehtiyoj bu onam qayerdadir o'g'il yo'qligini aytganda yoki qaysidir bir suhbat natijasida sen uddalolmaysan, qo'lingdan kelmaydi degan vaqtlarda blok tushib qolgan-u, ya'ni menda e'tiqod qolgan, demak men uddalolmas ekanmanmi? Men nimadir ko'rsatib berishim kerak degan ong ostida e'tiqod shakllanganda men o'sha e'tiqodning ortidan boshqa ishlarimni qo'yib yillar davomida chopib yurganman. Bugungi kunda kelinlar ham shunday, zo'r kelin bo'lish uchun yillar davomida chopishadi. Boshqa tomonda o'zini ruhiy ulg'aytirish, komillikka intilish yoki boshqa narsalar qolib ketadi. Meni mutaxassisligim, ong osti bo'yicha mutaxassisligim, men juda ko'p kelinlarni ko'rganman. 15 yoshda qolib ketgan, 5 yoshda, 7 yoshda qolib ketgan. Meni og'rig'im ana shu 7 yoshda, 3 yoshda tan olinmagan qizaloq qolib ketgandi va u harakat qilib o'qirdi, 5 olardi, lekin 7 yoshli ong o'lchami bilan. Tasavvur qiling, men o'zimdagi bor kuchimni 20 yoshli Nasiba bo'lib harakat qilganimda, 18 yoshli Nasiba bo'lib yoki 30 yoshli Nasiba bo'lib harakat qilganimda, unda yana ham yaxshi natijaga chiqardim. Bir konsultatsiya meni yodimdan chiqmaydi. Ikkinchi marotaba ajrim holatda bo'ldi, endi uchinchisi bilan ajrim bo'lib qolmasin deb konsultatsiyaga yozilyaptilar-da. Ong ostini ko'rganimizda 15 yoshda ona qattiq kaltaklagan, xo'rlagan ona qo'l ko'targan va qizaloq nima qilib bo'lsa ham qochish uchun, onani changalidan qochish uchun harakat qilgan. Va u har doim ong ostida qattiq o'tirib qoladiki, men qochishim kerak. Qochish kerak. Ya'ni sal tazyiq bo'lsa, undan chiqib ketish yechimi o'ylanmaydi. Juda to'g'ri tushundingiz meni Nilufar. Ya'ni qanaqa qilib bo'lsa ham ashdan ketsam, qutulsam. Shunday. Eng oson yechim. To'g'rimi? Bolalari ham o'ylamaydi. Nechta bo'lishidan qat'iy nazar ajrashaman. Turmush o'rtog'i ham ko'rinmaydi. Tazyiq ostiga tushdimi, darhol ketish haqida o'ylaydi. Ikkala turmushda ham aytayapti, erim yaxshi, lekin qaynona ozgina zulm qilsa ham derazadan bo'lsa ham tashlab qochyapti. Sababi ana shu kichik vaqtida onani do'pposlagani, qo'l ko'targani. Ya'ni bitta savol, uzr gapingiz bo'ldim. Sir emaski, endi ular oilasida nima o'tganini biz bilmaymiz. Ularga
ta'na ham qilolmaymiz. O'zini yig'ladi, bilasizmi? Nega men sizni oldinroq uchratmadim? Men endi qanaqa tushuntiraman? O'sha narsa ong ostida ko'ringanda, onakini kechirib, o'zini qabul qilganda va o'sha biza 7 yoshli qizaloq, 15-7 yoshli qizaloqdan 25 yoshga olib kelganingda qaynonadan qo'rqmay qoldi. Qochgisi kelmay qoldi qaynonadan. O'sha eri bilan ajrashgisi kelmay qoldi. Uchinchisini xohlamay qoldi. Chunki u mana Sug'ur degan kino bor edi, ko'rganmisiz o'sha Sug'ur filmini? Bitta kunda Sug'ur kuni bir kunda qayta uyg'onadi. Biz ana shu kuchli stressni uyg'otib olganimizda shunaqa kuchli refleks uyg'onib qoladiki, qayta bir kunda uyg'onadi odam. Qochish, ajrim, qo'rquv, vahima yoki nimadandir himoya qilish. O'sha paytda kimdir baribir yordam berish kerak ekanda, u yo aqlli ona, yo ota, yo er yoki psixolog kerak edi. Misol uchun adasini o'sha qizaloq tarafini olganida edi, bunaqa bo'lmasdi. Hozir men sizga bermoqchi bo'lgan savolim shunday ediki, sir emaski, o'zi bilan birga bolalarini 9-etasidan tashlab yuborgan ayollar haqida eshityapmiz. Bolalarini ham birga olib chiqib, o'zini katta suv oqar suvlarga tashlab, joniga qasd qilgan ayollarni eshityapmiz-da, ularni qanday ruhiy holat boshqaryapti? Ularga o'sha paytda biror yordam berish ilojisi yo'qmidi? O'sha haqida o'ylab ko'rganmisiz psixolog sifatida? Bilasizmi, eng aqlsiz onalar bolalaridan o'ch oladi, eri uchun, qaynonasi uchun. Shu mana qaynonasiga gapirolmaydi, eriga aytib eshitolmaydi o'zini hissiyotlarini, bolaga tez qo'l ko'taradi. Aynan ana shunday onalar ma'naviyatda ulg'aymagan onalar. Chunki gaplasholmaydi eri bilan, gaplasholmaydi, qaynonasiga o'z hissiyotlarini gapirib bera olmaydi, eriga nima xohlayotganini, o'z hissiyot, emotsiyalari har doim sen jim o'tirishing kerak, sen gapirmasliging kerak deb ulg'aytirildi qiz. Endi u o'sha fikrda turibdi-da, eriga ham gapira olmaydi, qaynonasiga ham, bolalariga o'z ichidagi bor alamini bolalariga sochadi va o'zi qiynalish xohlamagani uchun bolalarni ham qo'shib qiynab, o'sha sakrashi yoki bolalarni ham cho'kirib yuborayotgan onalarni ko'ryapmiz. Ana shu narsa eng ko'p bolaligida sen jim o'tir, sen gapirmasliging kerak, sen qiz bolasan, to'g'ri o'tir, kulmasliging kerak, sen xato qilyapsan, ulg'aytirildi, u ulg'aydi, keyin bolasini urishni boshlaydi. Nimaga? Aytolmaydi, oyijon, bu menga yoqmadi. Keling, mana shu narsani ishlaylik yoki adajon, bu narsani gaplashib hal qilishimiz kerak. Asosiy ajrimlar, bolaga qo'l ko'tarish, o'ziga suiqasd uyushtirish, gaplashilmaganligidan, kommunikatsiya to'g'ri yo'lga qo'yilmaganidan kelib chiqadi.